Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xayrli kun barchaga. Dunyoga nazar dasturi ijodkorlari yana siz bilan. Bugungi globallashuv zamonida, tezkor davrda xalqaro maydonda yuz berayotgan dolzarb va muhim voqealar bisyor. Darhaqiqat, so'nggi yillarda yurtimiz tashqi siyosati jadal rivojlanmoqda. Mintaqaviy ijobiy o'zgarishlarga erishishda izchillik, har qanday sharoitda davlat manfaatini himoya qilish strategiyasi, qolaversa, ochiqlik siyosatini xalqaro ahamiyatga molik natijalarga erishilmoqda. Bugun ham odatdagidek studiyamizga mehmonlarimizni, ya'ni ekspertlarimizni taklif etganmiz. Tanlangan mavzu esa O'zbekiston global muloqot maydoniga aylanmoqda. Avvalo studiyamizga xush kelibsiz, hurmatli ekspertlar. Ana endi savollarimizga yuzlanadigan bo'lsak, mana O'zbekiston ko'pgina xalqaro tadbirlarga mezbonlik qilmoqda. Jumladan o'sha Samarqand shahrida o'tgan Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi birinchi sammiti va qolaversa poytaxtimizda o'tgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi va mana shu may oyida mana Samarqandda Ko'rfaz arab mamlakatlari va Markaziy Osiyo sammitlari va qolaversa UNESCOning bosh konferensiyasining 43-sessiyasi ham aynan yurtimizda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Endi savolimiz shundan iboratki, bunday ushbu xalqaro tadbirlarning nega endi aynan O'zbekistonda tanlanilishiga, mana shunda qanday zamirida qanday omillar bor deb o'ylaysiz? Marhamat, Alisher aka, sizdan boshlasak. Endi bu savolga javob berishdan oldin ozgina shu tarixga nazar tashlasak, juda bo'lmasam 15-20 yil oldin umuman vaziyat O'zbekistonda hududimizda sal boshqa edi. Bu yerda bunday katta sammitlar o'tkazish to'g'risida umuman gap bo'lmas edi. Ijtimoiy hayot har tomonlama bo'lmasa ham, lekin nisbatan tomondan bek edi o'zi. Chegaralar, endi Markaziy Osiyo davlatlarida o'rtasida bo'lgan nizolar to'g'risida gapirmasak ham bo'ladi. Mana shu yillari umuman boshqa vaziyat boshlandi. Nimaga? Shu 10-15 yilning ichida biz O'zbekistonda juda katta jarayonlar boshlanib ketdi-da. Birinchi o'rinda Markaziy Osiyo miqdorida olsak biz. Ya'ni o'zimiz hududimizda. Bilasizlar, O'zbekiston bu Markaziy Osiyoni shu markazda joylashganda har bir davlat Markaziy Osiyoda faqat biz bilan chegaradosh. Bu o'zi juda katta bir ahamiyatga ega. Undan tashqari bizning prezidentimizni Shavkat Mirziyoyevning siyosati shunday bo'ldiki, birinchi o'rinda prioritet sifatida biz Markaziy Osiyo davlatlari, ya'ni biz qo'shnilar bilan birgalikda munosabatlarimizni chuqurlashtirishni boshladik biz. Va bu yerda juda katta natijalarga erishdik. Mana bitta misol sizlarga. Sammitdan oldin, mana shu Yevropa ittifoqi, Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi sammitidan oldin Farg'ona vodiysida Xo'jan shahrida uchrashuv bo'ldi. Balki ko'plar chet davlatlarda bu to'g'risida ko'p eshitmagandir, lekin juda tarixiy uchrashuv deb o'ylayman-da. Bu yerda 3 ta prezident, 3 ta davlat rahbarlari, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston chegaralar bo'yicha oxirgi nuqtasini qo'yishdi. Men bekordan-bekor bu qandaydir bu misolni keltirmoqchi emasman, chunki men ko'pincha ko'p eshitardim, men ko'p konferensiyalarda, anjumanlarda bo'laman, bahslarda qatnashaman ekspertlar bilan, xorijiy ekspertlar bilan. Ular ko'pchiligi menga aytardi, sizlarda nizolar hali oldinda, katta nizolar bo'ladi va nizolar birinchi o'rinda vodiydan boshlanadi deyishardi. Va juda ko'p bu paytda o'rinlik o'zini argumentlarini ko'rsatishardi. Lekin umuman aksincha bo'ldi. Biz hammasini oldida mana shu Markaziy Osiyoda hech qaysi nizosiz kelishib hamma muammolarni, chegaralar bo'yicha muammolarni bir hal qilib qo'ydik. Va buning ichida O'zbekistonda katta shu bir ulushi bo'ldi, bir katta ahamiyatga ega bo'ldi. Asosan bizning prezidentimiz tashabbusi bo'yicha bu jarayonlar boshlanib va faol olib borildi. Bu nimadan oldin, uchrashuvdan oldin Xo'jandda juda ko'p ikki taraflar va uchrashuvlar bo'ldi. Telefon orqali shunday gaplashilib, oxirida olib keldi. Buni chet davlatdagilar nisbatan mana shu chet davlat tahlil markazlari juda yaxshi olib borishadi buni, juda kuzatib borishadi va bu narsaga e'tibor berishdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, iqtisodiy tomondan va ijtimoiy rivojlanish tomonidan O'zbekiston oxirgi yillari juda ko'p o'zini ko'rsatkichlarni ko'rsatib berdi. Bu ham katta e'tiborga ega. Bilamiz, 1991-yilda Markaziy Osiyoda o'sha 5 ta mustaqil davlat paydo bo'ldi va butun dunyo bu Markaziy Osiyoni bitta mintaqa sifatida ko'rgan edi, lekin biz emas.
2016-yil sentyabrda bilamiz, hokimiyat O'zbekistonda hokimiyat yangilanadi va 2017-yildan boshlab umuman O'zbekistonda, umuman Markaziy Osiyoda siyosat o'zgara boshlaydi. Yaxshi qo'shimchalik. Shavkat Mirziyoyevning birinchi tashrifi bilamiz, Turkmanistonga bo'ldi. Birinchi tashrif nima o'zi? Butun dunyoda bu Amerika bo'ladimi, Yevropa davlatlari bo'ladimi, Afrika davlatlari, Osiyo davlatlari bo'ladimi? Birinchi tashrifga katta e'tibor beradi. Bu ramziy. Shuning uchun Shavkat Mirziyoyevni qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lishi butun dunyoni qiziqtirib qo'ydi. Bitta misol, 2017-yilgacha ham S5 qo'shuv bir formati bo'lardi, tashqi ishlar vazirlari darajasida. 2017-yildan boshlab, to'g'ri, 2020-yildan boshlab endi nafaqat tashqi ishlar vazirlarida, balki davlat rahbarlari darajasida format kengaydi. Masalan, Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreya, Yevropa ittifoqi mana nihoyat va Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbarlari bunda O'zbekistonning xizmati juda katta bo'ldi. Shuning uchun butun dunyo demak mintaqamizni bir yagona mintaqa sifatida ko'ra boshladimi? To'g'ri gapirdilar, O'zbekiston hamma davlatlar bilan, hatto Afg'oniston bilan chegaradosh. Bitta yagona O'zbekiston. O'zbekiston bog'lab turuvchi mintaqa. Bu ham bir, lekin menimcha eng katta sabab deb o'ylayman, bu O'zbekistonni olib borayotgan tashqi siyosati. Markaziy Osiyoga nisbatan birinchi navbatda xalqaro hamjamiyatning diqqati oshib borayotganligi, bu o'sha bunaqangi katta tantanali tadbirlarning ushbu mintaqada o'tkazilishiga yana bir tashqi sabablardan biri deb ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari ta'kidlab o'tilgandek, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida O'zbekistonni o'zida ham transformatsiya jarayonlarining yuz berayotganligi bu ushbu sammitlarning va katta konferensiyalarning Toshkentda yoki bo'lmasam Samarqandda tashkil etilishiga katta sharoit yaratyapti. Bizning nazarimizda o'sha men xalqaro tahlilchilar, ekspertlarning fikriga qo'shilaman. Bu Markaziy Osiyo regioni mintaqasi ikkinchi Bolqon yarim oroli bo'lishi kerak edi. Chunki bu yerda suv masalalari bor edi, muammolari, chegara muammolari bor edi. Energetika tizimidan foydalanish masalalarida juda katta kelishmovchiliklar bor edi va hatto o'sha 2017-yilgacha mintaqa davlat rahbarlari hatto shu suv resurslari uchun mintaqada urush kelib chiqadi degan fikrlarni aytishgan. O'sha 2017-yil, 2016-yilning oxiri, 2017-yillarning boshida O'zbekistonda hokimiyat almashdi va bu yerda har holda avvalgi yillardagi qaraganda ochiqlik va pragmatizmga asoslangan tashqi va ichki siyosat yuritildi, islohotlar amalga oshirildi. Buni albatta o'sha G'arbiy Yevropa ham, Amerika Qo'shma Shtatlari ham qo'llab-quvvatladi va ikkinchi tomondan O'zbekistonning mintaqa davlatlari bilan yaqinlashishga qaratilgan siyosati ham o'zining samarasini berdi. Agar biz qo'shnilar bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'lmasa, hech qachon o'sha rivojlangan demokratik davlatlar mintaqaga hech qachon kelmas edi. O'zining investitsiyalar bilan ham yoki boshqa infratuzilmalarni rivojlantirishga ham umuman sarmoya kiritmagan bo'lardi. Va qolaversa o'sha Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamjihatlik yoki Afg'oniston omili, bu Afg'onistonda asta-sekinlik bilan tinchlik barqarorlikning ta'minlanishi, bu jarayonda O'zbekistonning ham hissasi katta bo'ldi. Bu narsa ham o'sha O'zbekistonga, mintaqaga qiziqishni oshirib yubordi. Bundan tashqari boshqa omillarni ham aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bu o'rinda olaylik, shu O'zbekiston masalan dunyoning qator davlatlari, kamida 100 ta davlat uchun viza tartibini bekor qildi. 55 ta davlat uchun viza tartibi soddalashtirildi va boshqa bu yerda omillar ham bor. Ya'ni aytib o'tish kerakki, Markaziy Osiyo davlatlarining chegara muammolarini hal qilish ham, aytaylik, agar Yevropa davlatlari yoki Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu regionda tinchlik bo'lishiga ko'zi yetmasa, hech qachon bu yerning o'sha ularda ko'proq endi sarmoyalar xususiy hisoblanadi va sarmoyalar tinchlik bo'lmagan, xavfsizlik ta'minlanmagan joyga hech qachon kelmagan bo'lardi va mana shu omillar tufayli bugun o'sha dunyo davlatlari
Markaziy Osiyoda, ayniqsa shu 5 ta davlat bilan chegaradosh bo'lgan O'zbekistonda masalan o'zining sammitlarini o'tkazyapti. Xalqaro miqyosda faol tashqi siyosat yuritish va xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish bir-biri bilan bog'liq jarayon. Shu ma'noda O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy tuzilmalar bilan aloqalari, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi yo'lidagi ishlari, umuman olganda yurtimizning iqtisodiy diplomatiya yo'nalishidagi siyosati qanday shakllanmoqda? Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish hozirgi kecha kunduzda O'zbekiston tashqi siyosatining iqtisodiyot sohasida eng katta prioritetlardan biri deb qarash mumkin. Bunga eng katta sabab birinchi navbatda O'zbekiston o'sha hozirgi administratsiya davrida o'z tashqi siyosatida iqtisodiy munosabatlar va pragmatizm, xalqaro institutlar, iqtisodiy institutlar bilan ko'proq integratsiya qilish siyosatini, strategiyasini asosiy prioritet qilib qo'yganda, shu yo'nalishda amalga oshirishi kerak bo'lgan eng birinchi ilk qadamlardan biri bu xalqaro moliyaviy institutlarga, xalqaro iqtisodiy institutlarga integratsiya qilish hisoblanadi va unda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish mamlakatga juda katta ijobiy iqtisodiy rivojlanishda katta ijobiy jihatlari bilan yordam berishi mumkin. Olaylik shu 1997-yilda Jahon savdo tashkilotiga a'zolik masalasini to'xtatib qo'ygandik, ayrim obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra, lekin iqtisodchilarning fikricha O'zbekistonning bu tashkilotga a'zo bo'lishi uning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlaydi, sarmoyalar kelishini tezlashtiradi, qo'shimcha ish o'rinlari paydo bo'lishiga olib keladi. Masalan, mamlakatimizda raqobat maydonining shakllanishiga va o'sha monopolistik tashkilotlarga barham berishga, mamlakatda sof raqobat paydo bo'lishiga olib keladigan iqtisodchilarning fikrlari bor. Birinchi o'rinda Jahon savdo tashkilotida birinchi o'rinda o'sha intellektual mulk yoki mualliflik huquqi masalasi bizda unchalik e'tibor bermaymiz oddiy xalq, oddiy odamlar. Mana shu iboraga mualliflik huquqiga e'tibor bermaymiz. Kimdir qo'shig'ini aytishimiz mumkin, kimdir anaqasini aytishimiz mumkin, foydalanishimiz mumkin. Endi agar bo'ladigan bo'lsak, majburmiz mualliflik huquqiga rioya qilishga. Birovni qo'shig'ini ayta olmaymiz. Hozir janjal bo'lyapti-ku qo'shiqchilik masalasida. Kimdir men qorovulman deganini hamma qorovul ustidan kulib yotibdi. Kulish kerak emas. Ular masterklas o'tib beryapti, bunday o'ylab qarasa. Endi O'zbekiston hozir iqtisodiy jihatdan oyoqqa turib bo'ldi. Hozir iqtisodimiz qo'shni mamlakatlardan yuqori turadi. Mana masalan Jahon savdo tashkilotining ko'plab a'zolar to'g'ri gapirdingiz, hammasi ham rivojlanib ketgani yo'q. Bu aslida Afrika davlatlari. Lekin biz ulardan tubdan farq qilamiz O'zbekiston. O'zbekistonda iqtisod oyoqqa turgan, poydevor qo'yilgan. Yana bir narsa, agar a'zo bo'ladigan bo'lsak, monopoliya yo'q bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Yana juda ko'plab muammolar bartaraf etadi. Yana bir narsa, bizni mahsulotlarimiz chet elga chiqsa, bardosh beradimi? Bu endi boshqa narsa. Biz o'sha bizni ishlab chiqaruvchilar majbur bo'ladi sifatli mahsulot ishlab chiqarishga. Bilamizki, Afg'oniston bizni yaqin qo'shnimiz va davlatimiz rahbari ham xalqaro minbarlarda albatta mana shu Afg'oniston masalasiga to'xtalib o'tadilar. Mana shu savolimiz shuki, ushbu o'lka Markaziy Osiyo mintaqasida qanday strategik ahamiyatga ega? Ya'ni Afg'oniston orqali o'tadigan transport yo'nalishlari mintaqamiz uchun qanchalik foyda keltiradi? Birinchi navbatda Afg'onistonga nisbatan O'zbekiston tashqi siyosatini qarash kerak deb o'ylayman, savolga javob berishdan oldin. Ya'ni O'zbekiston prezidenti barcha katta minbarlarda har doim aytib keladiki, biz Afg'onistonni Markaziy Osiyoning ajralmas qismi sifatida ko'ramiz deydi. Bu gap O'zbekistonni Markaziy Osiyoni prioritet qilib olishga qaratilgan tashqi siyosati va Afg'oniston bilan do'stona, pragmatik va iqtisodiy manfaatlarga asoslangan o'zaro hamkorlikni qurishni rivojlantirishni amalga oshiradigan bir strategiya sifatida qarash mumkin. Va nima uchun Afg'oniston O'zbekistonga, qolaversa Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun muhim? Birinchi navbatda o'sha qo'shning tinch, sen tinch degan prinsipdan keladigan bo'lsak, o'sha tinchlik nuqtai nazaridan. Qo'shni o'lkada urush bo'lib turishi yoki bo'lmasam xavfsizlikka tahdid soladigan masalalarning doimiy
mavjudligi tinch rivojlanishga tahdid soladi. Lekin ko'rishimiz mumkin, hozir kecha kunduzda rivojlanish uchun albatta dengizga chiqish kerakmi degan savolni o'zi ham har xil fikrni javob berishni talab qiladigan savolda. Hozir kecha kunduzda meni nazarim bo'yicha rivojlanish yoki bo'lmasam dunyo hamjamiyatiga chiqish uchun faqatgina dengizga borish kerak degan paradigma o'zgaryapti. Hozirgi kunda o'sha buyuk Xitoyni bir makon bir yo'l dasturi orqali biz yoki bo'lmasam quruqlikdan o'tadigan transport koridorlari orqali O'zbekiston o'z mahsulotlarini dunyo bozoriga va dunyo bozori mahsulotlarini O'zbekistonga olib keltirish imkoniyatlari bor, diversifikatsiya qilish imkoniyatlari bor. Lekin trans-afg'on transport koridori yoki bo'lmasam O'zbekistondan o'sha Afg'oniston orqali Pokiston va undan keyin o'sha Hind okeaniga chiqish yo'llarini O'zbekiston investitsiya qilib shunga harakat qilayotganligini eng katta prioritetga aylantirayotganligini eng katta sabablaridan biri meni nazdimda bu O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida integratsiya jarayonlarini amalga oshiradigan bir vosita sifatida qaraladi. Shu transport koridorini qurish orqali O'zbekiston investitsiyasi Afg'onistonga kirib boradi. Afg'oniston investitsiyasi O'zbekistonga kiradi. O'zaro erkin savdo hududlari ochiladi. Shu bahonada. Shu sababli buni faqatgina transport koridori sifatida ijobiy tarafini emas, balki transport qurish jarayonidagi u bilan bog'liq boshqa jarayonlar natijasida ikkala xalq o'rtasida integratsiya kuchayishi nuqtai nazaridan ham muhim hisoblanadi savdo yo'llarini qurish. Afg'oniston nafaqat bizni qo'shnimiz, bu bizni yaqin qarindoshimiz. Agar tarixga tag'in bir nazar tashlasak, bu bitta qism, tarixiy qism bo'lgan. Butun bizni arboblarimiz, bizni ota-bobolarimiz ko'pchiligi o'zi Afg'onistonda o'sha hozirgi makonda Afg'onistonda yashadi, o'sha joyda faoliyat qilishgan, Navoiy, Bobur va hokazo. Ya'ni juda yaqin. Undan tashqari o'zbek iridentasi juda ko'p bu yerda. Katta o'rinda va katta ahamiyatga ega. Bularni hammasi ham hisobga olishimiz kerak biz. Suv muammosini qarasak, Qo'shtepa to'g'risida biz narsaga e'tibor berishimiz kerak. Biz Afg'onistonda 100% huquqi bor Amudaryo suviga. Chunki u Amudaryoning oldida. Boshqa mamlakatga o'xshab transchegaraviy daryolar bo'yicha konvensiyalar bor. 100% ega, a'zo emas-da unga. Lekin baribir ega bunga. Huquqi bor demoqchiman-da. Lekin haligi tashkilotlarga a'zo emas hozircha. Nimaga qabul qilishmayapti-da? Bu terrorchi va hokazo. Bu siyosiy savol, buni keyin alohida gapirsak ham bo'ladi. Buni tan olishimiz kerak biz. Uni shunga huquqiga birinchidan, ikkinchidan bizning ministrimiz aytgandek, nima endi suvni biz ular bilan kurashishimiz kerakmi, urush ochishimiz kerakmi deb aytdi o'zi. Yo'q. Aksincha biz ular bilan birgalikda shu kanalni qilishimiz kerak biz. Birgalikda. Va ularni o'rgatish kerak. Ya'ni zamonaviy xalqaro suv olib boradigan siyosat bor bu yerda. Mana Dunay siyosatini olib ko'raylik. Juda meni fikrim bo'yicha juda nima yaxshi, biz uchun namuna hisoblanadi. Shunga o'xshatib biz olib borishimiz kerak. O'zbekiston harakat qilyaptiki, Afg'onistonning mintaqadagi iqtisodiy loyihalarga, jarayonlarga qo'shish va bu orqali Afg'onistonda tinchlik o'rnatish orqali Markaziy va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqligini ta'minlash, bu ortada albatta mana shu ikkala mintaqa o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalarini rivojlantirish va mana shu loyiha orqali, ya'ni Termiz, Peshobor, Qobil temir yo'l loyihasi orqali masalan shu boshqa mamlakatlarning manfaatlarini ham ro'yobga chiqarish, ya'ni transport logistika tizimi orqali biz katta foyda olishimiz mumkin. Masalan, Rossiya ham buni amalga oshirishdan manfaatdor, Belarus yoki Kaspiy davlatlari, Markaziy Osiyo davlatlari ham manfaatdor va ikkinchi tomondan O'zbekiston prezidenti bejizga kuyinayotgani yo'q, ya'ni g'arb davlatlari e'tibor qilmayapti Afg'oniston masalasiga, faqatgina Ukraina masalasi bilan ovora bo'lib qolyapti. Natijada Afg'oniston yana ekstremistlarning uyasiga aylanib qolishi mumkin degan gap shundaki, bu fikrlar mana shu narsani tasdiqlaydiki, bugungi kunda biz Suriyani juda ham olqishlavordik. Suriyada mo'tadil kuchlar hokimiyat tepasiga keldi. Aslida terrorchi kuchlar keldi. Bugun mana shu Ahmad Ashraf ortidan ergashgan Markaziy Osiyo, Janubiy
Kavkazdan chiqqan jangari kuchlar, terror kuchlar bugungi kunda Afg'onistonning shimoliy va janubiy qismlariga tashlanayotgani haqida ayrim xabarlar bor. Shuning uchun mana shu Afg'onistondagi xavfsizlikni ta'minlash masalasida muloqotlar, muzokaralarni birdan bo'lsa ham susaytirmaslik kerak deb o'ylayman. Endi kuni kecha bo'lib o'tgan o'sha Toshkentda parlamentlararo ittifoq assambleyasida prezidentimiz juda yaxshi gapirdilar. Biz Afg'onistonni xalqaro maydonda yakkalanib qolishiga yo'l qo'yishimiz kerak emas dedilar. Nimaga? Chunki Afg'oniston Markaziy Osiyoning ajralmas qismi va yana bitta iborasi bor Shavkat Mirziyoyevga. Yangi imkoniyatlar makoni. To'g'rimi? Shuning uchun Erkin Vohidovning bir yaxshi she'ri bor. Qalbingni keng olsang erkin, do'st bo'lur begona ham dedi. Biz mana qo'shni davlatlardan ham bir paytlar chegara edik, hatto minalar qo'ygan edik. Bilsanglar agar. Oxirgi paytlarda nima bo'ldi? Minalar olindi, chegaralar ochildi. Bu o'ziga xos repetitsiya bo'lsa ham bo'lardi. Endi biz Afg'oniston bilan hozir eng yaxshi hamkorlik qilayotgan O'zbekiston menimcha. Hozir Mozor Sharifgacha temir yo'l qurayotgan O'zbekiston. Buni yetkazishimiz kerak biz. Bilish kerak. Faqat O'zbekistongina shu barni keng ochib, u yerda iqtisodni, o'sha prezidentimiz aytganda yangi imkoniyatlar makonini ko'rsatib berishimiz kerak biz. Savdo aloqalar qilishimizga mana Termizda qanaqa savdo markazi ochildi. Ular bemalol kelib savdo qilyapti. O'zbekistonliklar ham o'sha Xayratonning u tomoniga borib savdo qilyaptiki, demak Afg'oniston xalqi bizga ishonyapti. Bu to'g'ri gapirdingiz. Haqiqatan agar biz o'zimizni yetarib beradigan bo'lsak, ertaga terrorchilar kelsa bizni janubiy chegaralarimizga. Biz janubiy nafaqat O'zbekistonni, Turkmanistonni, Tojikistonni, 3 ta respublikani. Shuning uchun O'zbekiston siyosati bu yerda 100% to'g'ri. O'sha Afg'oniston bilan u rahbariyat kim bo'lishidan qat'iy nazar biz do'stlik aloqalarini o'rnatsak, Markaziy Osiyo rivojlanadi. Iqtisodiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham. Men 100% qo'shilaman. U yerda ajdodlarimizni, ulug' ajdodlarimiz hoki yotibdi. Navoiy, Bobur, Beruniy, yana ko'plab hozir biz bilgan bilmagan yana u yerda rasmiy ma'lumotlarda 5 million, norasmiy ma'lumotda 10 million o'zbek bor. Bizni qardoshlarimiz mana oxir paytda O'zbekiston prezidentining farmoni ko'rdingiz. Hozir vatandoshlar bilan aloqalarni kengaytirishga bag'ishlangan. Bu juda muhim hujjat. Biz buni hali yetib bormadik prezidentimiz bu qarorini. Bu bevosita shu Afg'oniston o'zbeklariga ham, ular bilan aloqalar to'g'ri, boshqa davlat fuqarolari, shu qo'shni davlat o'zbek, lekin u bizning millatdoshimiz. Shuning uchun ular bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirishimiz kerak. Shuning uchun Afg'oniston hukumati bilan ham yaxshi bo'lsak, demak u yerdagi o'zbeklar bilan bordi keldi, yaxshi bo'ladi. Bu juda katta ma'naviy jihatdan juda yaxshi narsa bu. Shuning uchun Tolibon rahbariyati Afg'oniston muvaqqat hukumati O'zbekistonga minnatdorchilik bilan boqyapti. Afg'onistonga gumanitar yordam yetkazib berayotgan. Qolaversa buning uchun Termizda hab yaratib bergan O'zbekiston, Afg'onistondagi infratuzilmalarni tiklashga yordam berayotgan O'zbekiston va g'arb davlatlari va harbiy koalitsiya Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin Tolibonni kerak bo'lsa bombalash uchun Markaziy Osiyodan harbiy baza so'raganda mana shu rad etgan ham birinchi navbatda rad etgan O'zbekiston bo'ladi. Buning oqibatlarini o'ylab, Afg'oniston bilan qardoshlik aloqalarini mustahkamlashni o'ylab, Afg'onistonga endi bemisl yordam ko'rsatyapti va Tolibon har bir bergan bayonotida O'zbekistonga nisbatan o'zining xolisligini yashirmayapti. Dunyoda ro'y berayotgan voqealarni kuzatib boryapmiz. Ma'lumki, AQSh prezidenti Donald Tramp so'nggi haftalarda ko'pgina davlatlarga qo'shimcha bojlar joriy qildi. Ayrim ekspertlarning fikricha, bu harakat Qo'shma Shtatlarning zarariga ham ishlashi mumkin. Qolaversa, so'nggi kunlarda AQSh o'zining gegemon raqiblaridan biri Xitoy bilan ham iqtisodiy qarama-qarshiliklar soyasida qolmoqda. Aslida olganda, bu ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy ziddiyatning asosiy sabablari nimada? Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy o'rtasidagi nafaqat savdo borasidagi o'zaro konfliktlar, bu kecha kunduzdagi yoki balki boshqa sohadagi o'zaro qarama-qarshilik jahon hamjamiyatini eng diqqat markazida turgan masalalardan biri deyishimiz mumkin. Buni asosiy sabablaridan biri bu
birinchi navbatda men o'ylaymanki, g'oyaviy jihatdan har ikkala mamlakatning tuzumi, boshqaruv tizimi, rivojlanishdagi tanlagan yo'li, tarixi, inson huquqlari yoki bo'lmasam davlat boshqaruviga nisbatan turlicha qarashlari, farqliligi. Lekin to'g'ri, farqlilik bu tabiiy hol sifatida qabul qilishimiz kerak. Lekin rivojlanish yoki sahnaga boshqa masalalar keladigan payti bu qarama-qarshilikni balkim asoslidir deydigan fikrlar ham yuzaga kelishi mumkin. Birinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoyga nisbatan e'tirozlari nima? Shuni bilishimiz kerak-da. Birinchi e'tirozlardan biri bu o'sha Trampning oldingi prezidentlik davrida ham yangragan. Xitoy bu Amerika Qo'shma Shtatlarining mualliflik huquqini o'g'irlayapti. Kiber atakalar qilyapti va bizni ishlab chiqarish borasidagi salohiyatimiz kamayishiga eng katta aybdorlardan biri Xitoy deydi. Va uchinchisi, Xitoy nafaqat bu bizni mualliflik huquqlarimizni o'g'irlayapti, balki noqonuniy yoki bo'lmasam Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli bo'lgan yoki bo'lmasam Yevropa davlatlariga tegishli bo'lgan kompaniyalarni majburlab ularning texnologiyalarini transfer qilishga majbur qilyapti degan o'zaro ayblovlar bor. Va bu qarama-qarshilik Amerika Qo'shma Shtatlarida faqatgina Tramp bilan bog'liq emasda. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari Tramp ketgandan keyin yangi Jo Bayden administratsiyasi kelganda ham xuddi shu narsa davom qildi. Jo Bayden administratsiyasidan keyin yangi Tramp administratsiyasi kelgandan keyin bu narsa yana ham kuchaydi. Va eng asosiy sabab bu birinchi navbatda Xitoyni Amerika Qo'shma Shtatlari qanday darajada tasavvur qiladi. Birinchi navbatda 21-asrdagi o'zini harbiy raqibi, ikkinchi navbatdagi siyosiy raqibi yoki bo'lmasam texnologik jihatdan raqibi, iqtisodiy raqibi va diplomatik jihatdan eng katta dushmani deb o'ylaydi. Shu barcha sanab o'tilgan 5 ta sohada ham faqatgina Xitoygina Amerika Qo'shma Shtatlari dominantligini ortda qoldirib, dunyoning birinchi raqamli qudratiga aylanishi mumkin degan tahdid bu har ikkala mamlakat o'rtasidagi o'zaro nizolarning, hattoki savdo borasidagi nizolarning ham fundamental sababi deb o'ylayman. Oldingi Roosevelt Amerikasi hozir bu Amerika yo'q, aytib qo'yasizlarga. Ikkinchi jahon urushidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari kuchlik davlatga aylanib chiqqan edi. Gegemon, haqiqatda gegemon, bu eski bolshevistik so'z bo'lsa ham aytaman buni, shunaqa bir davlat edi. Keyinchalik har bir sabablarga ko'ra hozirgi kunda Amerika iqtisodiyoti juda katta muammolarga duch keldi. Shahar, men borganman, bir ko'rganman-da o'z ko'zim bilan. Shaharlarida ishsizlik va boshqa narsa, bular hammasi bilinib turibdi. Keyinchalik albatta tashqi siyosatda ham bo'lishi mumkin. Bu narsa shuning uchun gap Trampda emas, to'g'ri gapirdilar. Umuman Trampda emas, hatto Tramp bu juda fenomen. Amerika diplomatiyasining noanaviy fenomeni deyman men. Endi nima deysiz? U ko'pincha diplomat emas, u ko'pincha kapital a'zosi, o'shani qanday o'rgangan bo'lsa shunday gaplashaveradi-da. Bu yerda Trampning meni fikrim siyosati bo'ldi, yetar. Butun dunyoga endi biz xo'jayinchilik qilishimiz hojati yo'q deb o'ylayapti. Yo'q, qilsak ham sal ozgina o'zimizga kelib olaylik. O'zimizni sal haliga перегруппировка сил deydi ruschasiga, shunga qilib olaylik deb hamma narsani o'zimizni nimamizga manfaatimizga. O'shaning uchun grantlarni to'xtatib qo'ydi, juda ko'p grantlar dedi va hokazolardi. Va ularda tahliliy markazlari bunday tahlil qilib ko'rgandan keyin birinchi o'rinda haqiqatan ham asosiy konkurent sifatida Xitoyni qo'yishdi. Yevro ittifoqi emas ular uchun, u ikkinchi darajada, hatto Kanada ikkinchi darajada, ular bilan ham nizo bo'lyapti Trampda. Birinchi o'rinda Xitoy. Bir tomondan to'g'ri, bu yerda texnologik tomondan Xitoy olib ketyapti ko'p narsalarda. Ikkinchidan uni mahsuloti arzon, nimaga arzon bu tushunarli va Amerika mahsuloti o'sha ikkinchi, uchinchi darajaga aylanib qolyapti. Bu tomonlarda ular sanab ko'rishgan. Qarasa juda katta ziyon ko'rishyapti. Ularda moliyaviy ziyoni ular uchun bu siyosiy ziyon hisoblanadi.
ziyon hisoblanadi. Shuning uchun ham ular Xitoyni birinchi o'ringa raqib qilib qo'yishdi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari bugun shior ilgari surilyapti Tramp tomonidan. Amerika birinchi, Amerikani yana qudratli davlatga aylantiramiz degan shiorlar. Buning orti bejiz emas, iqtisodiy tanazzul yaqinlashyapti Qo'shma Shtatlar. Oxirini o'ylamay hali u davlatga, hali bu davlatga birgina Rossiyaning o'ziga 29 mingdan ortiq sanksiyalarni qo'lladi. Aynan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa ittifoqi tomonidan bu bumerang bo'lib bularga ham zarba bo'lib tushdi va aytish kerakki, men kuni kecha masalan u Amerikada yashayotgan og'aynilarim bilan gaplashdim, hattoki juda ko'plab traktorlar ishsiz qolgan. Ya'ni zakaz, buyurtma yo'q. Demakki, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham orqaga ketish bor. Bejizga bu bugungi kunda Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash tomon intilayotgani yo'q va qolaversa, endi Xitoy bilan keladigan bo'lsak, endi maqsad bu bojlarni oshirishdan maqsad Xitoydan tovarlar kirib kelishini cheklash va o'z navbatida savdodagi ijobiy saldoni shakllantirishdan iborat. Bugun Qo'shma Shtatlar 150 milliard dollar Xitoyga eksport qilayotgan bo'lsa, Xitoy 450 milliard dollar eksport qilyapti. Shuning uchun masala bundan iborat va ikkinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoyda va boshqa mamlakatlarda ishlayotgan baquvvat sarmoyadorlarni Amerikaga jalb etish va bu yerda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ya'ni Amerikani iste'molchi davlatdan eksportchi davlatga aylantirish asosiy maqsad. Deindustrializatsiya jarayoni yuz beryapti-da oxirgi 20-30 yil mobaynida va shu jarayonni to'xtatishga qaratilgan chora-tadbirlar siyosati deb qarash mumkin. Lekin bu jarayon deindustrializatsiya bo'lgan Amerikani qaytadan reindustrializatsiya qilishga qaratilgan siyosatni nafaqat Tramp, balki undan oldingi prezidentlar ham harakat qilgan. Lekin Tramp prezidentlik davrida ko'rayotgan bunaqangi favqulodda va ko'p iqtisodchilar tomonidan juda ham ulkan xato deb qabul qilinayotgan choralar bu favqulodda deb qarash mumkin. Bashoratlarga ko'ra hatto 2 trillion dollar miqdorida zarar ko'rishi mumkin mana shu savdo urushida Amerika Qo'shma Shtatlari. Hurmatli ekspertlar, bugungi dasturimizda bildirilgan fikrlar uchun tashakkur. Yana sizlarni keyingi dasturlarimizda ko'rib qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.